Azizlar, Alloh subhanahu va taolo barcha narsani faqatgina amal bilan yechadi. Va shuningdek, minglagan payg'ambarlar kelgan bo'lsa, bularning barchasi faqatgina insonlarni dunyoviy asboblardan amalga targ'ib qilib, amaliga turtgan. Inson dunyoda turli narsalarni iste'mol qilamiz, lekin amal bu insonni qutulishligiga va insonni yaxshilikka yetishligiga eng asosiy sabablardan biri. Mana hozir maktablar tugayapti, mana universitetlar tugayapti. Azizlar, imtihonlarga bolalarimiz boryapti. Imtihonga o'zimiz boryapmiz. Aka-ukalarimiz, farzandlarimiz, yori birodarlarimiz boryapti. Lekin o'sha yerga borganda turli holatlar, ba'zilar bir turli tariqalarni ishlatadi. Eng asosiy tariqa bu Alloh bilan ta'alluq tuzishlik. Allohdan so'rab boraylik, duo qilib boradigan bo'lsak, inshaalloh albatta barcha ishimiz yengil bo'ladi. Ulamolarimiz hatto o'sha imtihon vaqtida o'qiladigan duoni ham yozib ketishgan. Inshaalloh barchamiz shu duoni o'rganib va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilaylik. Duoni o'qilishi quyidagicha: Robbishrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahil fattahi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa innaka in shi'ta taj'alu as-sa'ba sahla ya arhamar rohimin. Shu duoni kim o'qib imtihonga kiradigan bo'lsa, albatta imtihondan yaxshi baholar bilan chiqadi. Shuning uchun barchamiz shu duoni o'qiylik va kimlar imtihonga kirayotgan bo'lsa, bularga ham yetkazib qo'yaylik.